Yirik energiya iste'molchilari hisoblangan sanoat korxonalarida majburiy energiya auditini o'tkazish ham aynan shu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Yakunlangan energiya auditlari xulosalariga ko'ra, yoqilg'i energetika resurslarini iqtisod qilishga qaratilgan 1404 ta chora-tadbir ishlab chiqildi. Natijada 132 million kilovatt-soat elektr energiyasi, 53 million kub metr tabiiy gaz, 114 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi hamda 10 ming tonna neft mahsulotlarini tejash imkoniyati yaratildi. Chirchiq shahridagi aksiyadorlik jamiyati mamlakatimiz kimyo sanoatidagi yuqori quvvatli korxonalardan biri bo'lib, yiliga 583 million kilovatt-soat elektr energiyasi iste'mol qiladi. O'tgan yili mutaxassislar tavsiyasi va energiya auditi xulosasiga asosan korxonaning asosiy sexlaridagi nasoslari 10 ta yuqori kuchlanishli va 20 ta past kuchlanishli chastota o'zgartirgich qurilmalari o'rnatildi. Mazkur chastota o'zgargich qurilmasini qo'yganimiz natijasida nasos qurilmalarimiz 400, 430, 500 kilovattgacha elektr energiya iste'mol qiladi. Bu barcha qurilmalar elektron boshqaruv qurilmalariga ulangan bo'lib, dispetcher nazoratida bo'ladi. Umuman jahon tajribasidan kelib chiqqanda chastota o'zgartirgichlarning iqtisodi 40-50% gacha boradi. Mazkur qurilma o'rnatilgan sexlarda resurslar tejalishi bilan birga mahsulot sifati yaxshilandi, ishlab chiqarish quvvati va umumiy samaradorligi oshdi. So'nggi yillarda korxona hududidagi 10 ga yaqin inshoot tom qismi va bo'sh yer maydonlariga 2000 dona quyosh paneli o'rnatilib, muqobil energiya quvvati 1.3 megawattga yetkazildi. Mazkur yo'nalishdagi ishlar izchil davom ettirilmoqda va joriy yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olinadigan quvvat hajmini yanada oshirish rejalashtirilgan. 25-yil uchun biz talab etilgan elektr energiyadan 10 million kilovatt elektr energiya iqtisod qilindi. Tabiiy gaz bo'yicha 35 million kubometr tabiiy gaz iqtisod qilindi. Bugungi kunda biz 11 gektar yerni tayyorlayapmiz. 10 megawattli quyosh panellarini qo'yish mo'ljallangan. Montaj ishlari olib borilmoqda. Yana yil oxirigacha quyosh panellari 3,5 million kilovatt iqtisod qilish mo'ljallangan. Statistikaga ko'ra, bugun mamlakatimizda kichik va o'rta korxonalar yiliga o'rtacha 5 milliard kub metr gaz va 20 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi iste'mol qilmoqda. Endilikda ana shunday korxonalarda ham energiya samaradorligi bo'yicha yangi tizim joriy etiladi.